Bizning podshohimiz vafot bo'ldi. Shuning uchun fuqaro bugun bizning shaharga kim qadam tashrif qilsa, shuni podshoh qilib saylaymiz degan edik.
Baş rollarni o'rinlaganlar: Malik, Ruslan Gayitov, Rehan, Bahargul Ahmadiyeva. Rollarda qiziqchi qahramon Iminov, Shah To'xtaqul Baxtibayev, Oyim Malika Nurbuy Mamatova, Mizir Mahmud Darayev. Ssenariy mualliflari Abrar Qasimov, Valeriy Ivchenko. Filmni qo'yuvchi rejissyor Abrar Qasimov. Qo'yuvchi operator Anatoliy Fedulov. Qo'yuvchi rassomlar Fayzrahmon Ibragimov, Pyotr Sidorenko. Kompozitori Murat Aliyev, sunni qo'yuvchi Avaxon Azizova. Dublyajning rejissyori Klara To'xtaxonova, ovoz operatori Svetlana Ismaxonova, tarjimon Sulaymon Mamirov, tahriri Shaim Shavayev. Filmni uyg'ur tiliga tarjima qilgan Shakan Aymanov nomidagi Qozoq film kinostudiyasi 1987 yil.